qalbingga quloq sol. U seni aldamaydi deydi. U 17 ga kirgan nimani biladi? 18 ga kirgan nimani biladi? Qalbiga quloq solarmish. U qalbi nima u? Nafsida. U nafsni advokati kim? Nafsni maslahatchisi kim? Shaytonmi? Aqlingga quloq sol, ota-onangga quloq sol, oqil odamlarning so'zlariga quloq sol demaydi. Qalbingga quloq sol deydi. O'sha qalb degan so'zni nafs deb tushuninglar-da. Endi ko'rasizlar bu kinolarda nimalar maqsad qilinayotganini. Nafs 3 xil bo'ladi. Qanaqa edi? Nafsun ammora, nafsun lavoma, nafsun mutmainna. Mana 3 xil nafs bo'ladi. Siz bilan bizning ichimizdagi nafsimiz, jonimiz, ichimizdagi yayimiz 3 xil. 4-xili bo'lmaydi. Nafsun ammora, yomonlikka buyurib turadi egasi. Ikkinchisi undan balandroq, nafsul lavoma. Biron bir ayib, gunoh ish qilib qo'ysa, egasini malomat qilib turadi. Uchinchisi nafsul mutmainna. Bu xotirjam nafs. Alloh komil zot, pok zot. Agar mo'min pok bo'lmaydigan bo'lsa, Alloh bu bandaga nazar solmaydi. Sen birodar namoz o'qiysan, ruku qilasan, sajda qilasan, boshqa amallarni qilasan. Agar senda pokizalik bo'lmaydigan bo'lsa, bu amallaring qabul bo'lmaydi. Chunki innalloha toyyibun la yaqbalu illa toyyiba. Alloh pok zot, faqatgina pok narsani qabul qiladi. Agar sen pok bo'lmasang, mana shu ibodatlardan oladigan huzur senga berilmaydi. Shu ibodat orqasidan senga keladigan xayriyatlar berilmaydi. Seni pokiza bo'lishliging shart. Allohga yaqin bo'lishlik uchun pok bo'lishimiz kerak. Endi odamlarga yaqin bo'lishlik uchun bu narsa juda ham shart emas. Mansabdorga, xo'jayinga yoki falonchiga yaqin bo'lishlikning yo'li oson. Oldida maqtab berasiz, yo'g'ida maqtab berasiz, atini yozib qog'ozga ko'tarib olasiz, suratini ko'tarib yurasiz, haligi odamning nazariga tushasiz. Qalbingiz tamomiy buni teskarisi bo'lib turgan bo'lsa ham, unga yaqin bo'laverasiz. Chunki zohiriy amallari, zohiriy qilayotgan amallaringiz unga sizni yaqin qilyapti, lekin qalbingiz boshqa. Ammo Alloh taolo bilan bo'ladigan muomalada bunaqa yo'l ketmaydi. Sizni zohiringiz qanaqa bo'lsa, botiningiz ham shunaqa bo'lish kerak. Pok bo'lishligingiz kerak. Taqvoli bo'lishingiz kerak. Odam Allohning buyurgan farzlarni bajaradi, ibodatlarni qiladi, lekin Allohga yaqinligini his qilmayaptimi? Demak, qalbini teshirsin. Qalbini teshirsin. Ehtimol bu odamning qalbida habislik, yolg'onchilik, makr, nifoq bordir. Agar bunaqa sifatlar ichida bo'ladigan bo'lsa, bu banda hech qachon Allohga yaqin bo'la olmaydi. Chunki Alloh pokiza zot, faqatgina nimani qabul qiladi? Pokiza narsani. Jasading pokiza bo'lish kerak. Kiyiming pokiza bo'lish kerak. So'zing pokiza bo'lish kerak. Qalbing pokiza bo'lish kerak. Ungacha agar bu poklik bo'lmasa, seni namozing faqat yotib turishlik bo'lib qoldi. O'shuning uchun ko'pchiligimizni o'qiyotgan namozimizga e'tibor bersak, nechinchi rakatda turganimiz ham esimizdan chiqib qoladi. Ko'zimizda yosh kelmaydi. Namozda turganimizda ko'zimizga yosh kelmaydi. Namozni o'qishdan avvalgi holat bilan namozni o'qib bo'lgandan keyingi holatimiz bir xil. Bu yaxshilikning belgisi emas, birodarlar. Ma'qulmi? Faqatgina pokiza, taqvodor, mustaqim, multazim bo'lsangina Alloh taolo sendan qabul qiladi va seni o'ziga yaqin qiladi. Shuning uchun anbiyolarga ergashgan odamlar bilan mansabdorlarga, puldorlarga ergashgan odamlar o'rtasida farq bor. Anbiyolarga ergashganlarning qalbi pok bo'ladi. Tili bilan dili bir bo'ladi. Ammo mansabdorlarga, quvvat yoki pul egalariga ergashganlarda bu narsa bo'lmaydi. Nimaga ergashadi ularga desa, ulardan bir narsa foyda bo'lishligi uchun. Payg'ambarga ergashganlar odamlar bilan mansabdorlarga ergashganlarni orasida albatta nima bor? Farq bor. Payg'ambarlarga ergashgan insonlarni so'zlari ham, qalblari ham, jasadlari ham pok bo'ladi. Ammo mansabdorlarga ergashganlarni balandfaroz so'zlari bo'ladi, maddohliklari bo'ladi, lekin haqiqatda qalbida bu narsa bo'lmaydi.
Alloh taolo mehribon zot. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman degani bu dunyoda hamma odamlarga bir xil rahim shafqat ko'rsatadi. Musulmonga ham, kofirga ham. Ar-Rahim degani oxiratda faqat mo'minlarga rahmat qiladi. Faqat mo'minlarga rahim ko'rsatadi. Endi modomiki dunyoda insonlar yashar ekan, Allohning ne'matlaridan hammasi bir xil foydalanaveradi. Xuddi ota o'zini farzandlarini bir xil qornini boqqandaqa. Hammasini bir xil yegizib, bir xil kiydiravera, lekin bitta ikkitasini ko'proq yaxshi ko'radi. Qalbiga yaqinroq bo'ladi. Xuddi shunga o'xshagandek, fosiq bo'lsa ham, kofir bo'lsa ham Alloh rizqini beraveradi, lekin pokiza bandalarini yana o'ziga nima qiladi? Yaqin qiladi. Innalloha toyyibun la yaqbalu illa toyyiba. Alloh pokiza zot. Faqatgina pokiza narsani qabul qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Ahmaddan bu hadis. Bir kuni yotadigan o'rinlarda bir dona xurmoni topdilarda, haligani yeb qo'ydilar. Imom Ahmaddan. O'sha kecha payg'ambarimiz uxlolmadilar. Ayollaridan biri, "Ya Rasululloh, kechasi tuni bilan uxlamadingiz-a?" dedi. Shunda Rasululloh aytdilar, "Ostimdan bir dona xurmoni topib olib yegan edim. Uyimizda sadaqaning xurmosi ham bor edi. Ana shu men yegan xurmo sadaqaning xurmosidan emasmikin?" deb qo'rqdim dedilar. Rasululloh sadaqa yeyishlari mumkin emas. Tushunyapsizmi? Rasululloh o'zini pulga olgan xurmosi bo'lishi ham mumkin, lekin sadaqa xurmosi bo'lib qolishi ham mumkin degan xavotir payg'ambarimizni kechasi bilan uyqusini keltirmadi. Tushunyapsizlarmi? Chunki payg'ambarimizni hamma yo'g'i pok. Shuning uchun pok bo'lsang, birodar, Alloh tomonidan senga tavfiq beriladi. Nusrat beriladi. Qo'llov beriladi. Sakinat beriladi. Rozilik beriladi. Saodatli bo'lasan. Birodar, dunyoda saodat topishni xohlasang, pokiza bo'l. Pok bo'lsang, senga nimalar berishligini bilib ol. Bu biz aytayotgan ikki dunyoning saodati pok insonlarga beriladi. Siz bilan biz birodarlar payg'ambar emasmiz, nabiy emasmiz. Alloh taolo payg'ambarlarga, anbiyolarga nimani buyurgan bo'lsa, bizga ham shuni buyurgan. Biz payg'ambar, nabiy emasmiz biz. Innalloha toyyibun la yaqbalu illa toyyiban va innalloha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Payg'ambarimiz hadisda aytibdilar, Alloh pok, faqat pokiza narsani qabul qiladi va payg'ambarlarga nimani buyurgan bo'lsa, mu'minlarga ham shuni buyurdi. Tushunarlimi? Jarrohni tasavvur qiling. Operatsiya stolida bir kasal yotibdi. Qonini yorib, ish-chavolini kesib, ular davolayapti. Yonida hamshirasi turadi. Ikkalasini ishi ikki xil. Hamshiraning ishi o'sha latani olib berib turish, tamponini olib berib, paxtasini olib berib turish, peshonasidagi xirurgni terda artib turishlik, bu yerga kesilgan joyda qon oqsa, artib turishlik. Ikkalasini ishi ikki xil, lekin bitta narsani maqsad qilishyapti. Shu bemorni tuzatishlik. Payg'ambarga buyurgan narsani sizga buyurayotgan paytda bitta narsa maqsad qilinyapti. Pokiza bo'lishlik. Alloh taoloni roziligiga erishishlik. Yo'l ikki xil. Payg'ambardaqa mehnat qilsa, biz oddiy odamdaqa mehnat qilamiz. Lekin maqsad nima? Maqsad bitta. Va innalloha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Payg'ambarlarga Alloh nimani buyurgan bo'lsa, mu'minlarga ham shuni buyurdi. Insonning nafsi bir narsani xohlaydi, lekin iymoni u narsadan man qiladi. Shunda inson bitta tomonda tanlash kerak. Yo nafsini aytganini qiladi, yo iymon aytganini qiladi. Agar sizga o'zingiz shahvatingiz, nafsingizni xohishi Allohning buyrug'idan ustun bo'layotgan bo'lsa, Allohga hech qachon yaqin bo'la olmaysiz siz. Siz o'ylanyapsizmi hali? Alloh harom qilgan ishni qilaymi, qilmaymi deb. Alloh buyurib qil degan ishni qilaymi, qilmaymi deb o'ylanyapsizmi? Siz uchun tavfiq eshigi yopiq. Siz uchun tavfiq eshigi yopiq. Mo'min odamda ixtiyor qolmaydi. Harom deyildimi, tamom. Farz deyildimi, tamom. U o'ylanib o'tirmaydi. Alloh taolo aytadi: "Ey Muhammad alayhisalom, ayting Tavba surasida, agar ota-onalar, bolalaringlar, aka-ukalar, juftlaringlar, qarindosh urug'inglar
kasb qilib topgan moli dunyoinglar, kasod bo'lib qolishdan qo'rqayotgan tijoratlaringlar, yaxshi ko'rgan uy-joylaringlar payg'ambardan va Allohdan hamda jihad qilishdan suyukliroq bo'lsa, unda Alloh taoloning buyrug'ini kutaveringlar. Alloh itoatsiz qavmni hidoyat qilmas. Sizda ikkilanish bo'lish kerak emas. Ramazon kelibdi. Tutsammi, tutmasammi deyli. Ha? Shunaqa bo'ladimi mo'minda? Yo'q, bu odamda mo'minda unaqa bo'lmaydi. Agar Allohning naq buyrug'i turganda, naq qaytarig'i turganda ikkilanayotgan bo'lsangiz, sizni qalbingizda ancha muammo bor ekan. Agar qalbing pok bo'lmasa banda, ibodatning huzurini totmaysan. Pulingiz bor, sadaqa qilishingiz mumkin. Hajga, umraga borishingiz mumkin. Roza tutishingiz mumkin, namoz o'qishingiz mumkin. Lekin payg'ambarimiz aytayotgan poklik qalbingizda bo'lmasa, bu ibodatlardan topiladigan huzur sizga berilmaydi. Odamlarning molini nohaq yeyotgan bo'lsa, g'iybatda hunar qo'ygan bo'lsa, odamlarning or-nomusiga tajovuz qilayotgan bo'lsa, Alloh taoloni norozi qiladigan so'zlarni gapirayotgan bo'lsa, bu inson pok deyilmaydi. Shuning uchun bunaqa odamlar ibodatdan huzur topa olmaydi. Muhim savol. Allohga yaqin bo'lmoqchimisan? Allohning nazariga tushmoqchimisan? Tavfiq berishini Alloh xohlaysanmi? Alloh seni qo'llashini istaysanmi? Alloh madad berishini istaysanmi? Saodatli hayot kechirmoqchimisan? Alloh uchun qadrli bo'lmoqchimisan? Pokiza bo'l. Allohning muhabbatini xohlasang, pokiza bo'l. Roziligini xohlasang, pokiza bo'l. Qalbingda Allohning nuri bo'lishini xohlasang, pokiza bo'l. Namozingda huzur, halovat, xushuni topishni xohlasang, pokiza bo'l. Ro'zang, duoingda pokiza bo'l. Yeyotgan luqmangda pokiza bo'l. Tiling ham, jasading ham, qalbing ham pokiza bo'lsin. Ya Rasululloh, dedi Sa'd ibn Abi Waqqos roziyallohu anhu. Duo qiling, men duolari ijobat bandalardan bo'lay. Agar Rasululloh qo'lini ko'tarib, "Amin, Parvardigor, Sa'dning duolarini ijobat qil" desalar, tamom, ijobat bo'ladi. Va faqatgina Sa'd ibn Abi Waqqosni ustida haq bo'ladi bu narsa. Ammo Rasululloh aytdilar, "Ya Sa'd, atib mat'amaka takunu mustajabat da'wa." Ey Sa'd, luqmangizni pok qiling, yeyotgan ovqatingizni pok qiling, duosi mustajob kishilardan bo'lasiz dedilar Rasululloh. Mana endi bu hammamiz imkoniyatimizda. Agar yeyotgan luqmamiz pok bo'lsa, jasadlarimiz pok bo'lsa, qalblarimiz pok bo'lsa, so'zlarimiz pok bo'lsa, duosi mustajob bandalardan bo'lamiz. Shuning uchun ko'p duolarimiz ijobat bo'lmayotganligini sababini o'zimizni pokligimizdan tekshiraylik. Demak, Alloh taoloning yo'li kundek ravshan, har bir mu'min uchun bu yo'l ochiq. Mana shu yo'l pokiza bo'lishlik, insonni saodatli bo'lishiga olib boradi. Astagfirullah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan soliha. Kim Parvardigoriga ro'baro bo'lishdan umidvor bo'lsa, u holda yaxshi amalni qilsin. Wala yushrik bi ibadati rabbih ahada. Robbisiga qilayotgan ibodatda hech kimni sherik qilmasin. Birodarlar, aniq iymonimiz komil bo'lsin. Qalbida mustahkam iymoni bor odam hargiz mahzun bo'lmaydi. Chunki bu mo'minni duo degan quroli bor. Duo degan quroli bor. Va qala robbukum ud'uni astajib lakum. Duo qilinglar, duoinglarni ijobat qilaman degan. Ana shu quroli bilan birodarlar, mo'min hammadan kuchli bo'ladi. Agar Allohni tanigan bo'lsang, sen har qanaqa muammodan kattasan. Agar Allohni tanimagan bo'lsang, har qanaqa muammodan sen kichkinasan. Eng kichkina mushkullardan ham kichkina bo'lasan. Alloh taolo aytayapti. Ibn Adam, utlubni tajidni. Odam bolasi, meni qidir, meni izla, meni topasan. Fa iza wajadtani wajadta kulla shay. Agar meni topgan bo'lsang, hamma narsani topding. Agar meni yo'qotgan bo'lsang, topmagan bo'lsang, hech narsani topmading. Shuning uchun aytamizki, Parvardigor, seni topgan banda nimani yo'qotibdi? Parvardigor, seni tanigan banda nimani yo'qotibdi? Parvardigor, seni topmagan banda nimaga ega bo'libdi? Innalloha tayyibun
la yaqbalu illa tayyiba. Mana shu hadis bizga shior bo'lish kerak. Alloh pokiza zot, faqat nimani qabul qiladi? Pokiza narsani qabul qiladi. Pokiza narsani. Tijoratingda, safaringda, hazaringda, muomalangda, yeyish ichishingda, yurish turishingda pokiza bo'l, inshaalloh Alloh yaxshi ko'rgan bandalardan bo'lasan. Mo'min banda pokiza bo'ladi. Unda 200lamachilik bo'lmaydi. Eng ulug' sifatlardan bittasi mana shu. U har doim bir xil. Odamlarning ichida turganda ham bir xil, uyda turganda ham bir xil. Odamlar ichiga chiqqanda mashalloh, illa billah deydi, lekin yolg'iz qolganda tinmasdan og'zidan fahsh tushmaydi. Mo'min odam unaqa bo'lmaydi. Mo'min odam doim bir xil bo'ladi. Uyda qilayotgan qilig'ini ko'chada ham qilaveradi, uyalmaydi. Endi ko'chada qilgan qilig'ini uyda ham qilaveradi, uyalmaydi. Odamlar bor, soqolni qo'ygan, 5 mal masjidga yuguradi. Qo'lidan tasbih tushmaydi. Ko'rsang taqvoni o'zi. Lekin eshitsang uydagilar bilan qilayotgan muomalasi, uydagilarga gapirayotgan gaplari, og'zidan chiqayotgan so'zlarini eshitib turib ilon post tashlab yuboradi deydi. Mana shu odam shunaqami desa, shu odam shunaqa deydi. Demak bu 200lamachida bu. Bu pokiza emas bu insonning qalbi. Mo'min odamda bunaqa 200lamachilik bo'lmaydi. Ko'chada ham bir xil, uyda ham bir xil. Xo'p. Bunaqa 200lamachilar haqida, bunaqa munofiqlar haqida Alloh nima degan? Astagfirullah. Va idza laqul ladina amanu qalu amanna. Bunaqa 200lamachi munofiqlar mu'minlarga ro'baro kelganda biz ham iymon keltirdik deyshadi. Va idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. O'zlariga o'xshagan shaytonlarga ro'baro kelsa, kofirlarga, biz sizlar bilan birgamiz, biz ona mu'minlarni masxara qilyapmiz deydi. 200lamachilik. Domlalardan kelib falonchi odam qanaqa odam deb so'rasanglar, domlalar albatta yaxshi odam deydi. Chunki nariga odamlar faqatgina oppoq yumshoq joyini ko'rsatadi domlalarga. To'g'rimi? Shirin suxan, tabassumlik, assalomu alaykum, bo'ldi qilib qo'yamiz domla deydi. Domla faqat yaxshi tomonini biladi-da. Shuning uchun o'zimizni tekshiraylik. O'sha xo'jayinga, domlaga, ministrga, yana kimga qilayotgan chiroyli muomalangiz o'zingizdan quyuroq bo'lgan odamga ham qilyapsizmi? Demak, pokiza odam ekansiz. Mo'min banda bir xil bo'ladi, 200lamachi bo'lmaydi. Zohiri botinidek, botini esa zohirida, chunki u Alloh taoloning At-Toyyib ismidan o'ziga ulush olgan, pokiza. Alloh taolo pokiza zot. At-Toyyib pokiza so'zining ma'nosi. Toba yatibu tiban fe'lidan olinadi. Toyyib degani nima degani? Naqadar yaxshi, naqadar yoqimli, naqadar xushbo'y, naqadar go'zal, naqadar toza, naqadar nafis, naqadar shirin, naqadar zo'r. At-Toyyib degani eng afzal narsa degani. Alloh taolo aytadi: "Va yuhillu lahumut toyyibat." Ana shu payg'ambar ularga pokiza narsalarni halol qilib beradi. Habis narsa va pokiza narsa. Habis narsa, iflos narsa va pokiza narsa. Bular hech qachon teng bo'lmaydi. Masalan, ichimliklar bor. Turli ichimliklar bor. Hammasi halol, pok. Faqatgina mast qiluvchi, insonda aqlini o'g'irlovchi ichimliklar harom. Go'shtni qancha turi bor. Faqatgina muayyan go'sht harom. Endi halol narsa bilan harom narsani taqqoslasangiz, halol juda ham ko'p haromga taqqoslaganda. Qaranglarda, harom narsa cheklangan. Muboh halol narsa juda ham ko'p. Mana shu halol bilan harom, pok bilan nopok narsa turganda inson pokini yesa qalbi xotirjam bo'ladi, habisini esa iztirob chekadi. Masalan, erkak kishiga ayol kerak. Erkak kishiga ayol kerak. Nikohlab bir ayolni oladi, oilasi bor. Halol yo'l bilan shahvatini qondiradi. Mana endi qalbi xotirjam. Yoki bo'lmasam, shu shahvatini harom yo'l bilan, zino bilan qoldiradi, zino qilgandan keyin qalbi hech qachon xotirjam bo'lmaydi. Birodarlar, shaytonning do'koni shunaqa do'konki, u yerdan bir narsa oldingizmi, albatta sizdan o'zini haqqini undiradi. Agar siz zinoga qo'l urgan bo'lsangiz,
ahli ayollaringizdan albatta bittasidan zdachasini oladi shayton. Yo ayolingizdan oladi, yo qizingizdan oladi. Yo nevarangizdan oladi. Xotirjam bo'ling. Alloh taolo inson zotiga qanaqa xohish, istek, maylni, shahvatni qo'ygan bo'lsa, shu narsani halol yo'l bilan qondirish yo'lini ham bergan. Mana ayol kishiga bo'lgan rag'bat bor erkakda. Uni halol yo'l bilan qondirishlik nikoh. Ma'qulmi? Va man adallu mimman ittaba hawahu bighayri hudan minalloh. Alloh tomonidan hidoyatlanmagan holda o'z havoyi nafsiga ergashgan kimsadan ham yo'ldan ozyoqroq kimsa bormi? Qanaqa xohish bo'lsa jasadingizda, qanaqa mayl istek bo'ladigan bo'lsa, uni muboh yo'li bor. Va uni harom yo'li ham bor. Muboh yo'li bilan, halol yo'li bilan qondirsangiz, nafsingiz orom oladi. Agar harom yo'l bilan qondiradigan bo'lsangiz, nafsingiz istirobda bo'ladi. Boy bo'lishni xohlaysizmi? Xohlaysiz, insonning tabiatida boylikka muhabbat bor. Endi halol yo'l bilan boyish bor. Uyni yaxshi ko'rasizmi? Chiroyli mashinani yaxshi ko'rasizmi? Halol yo'l bilan qondirish yo'li bor. Endi harom yo'l bilan qondirish ham bor. Masalan, go'sht tasavvur qiling. Masalan, qo'yni yoki molni go'shti. Shu go'sht bilan to'g'ri muomala qilsangiz, go'sht sizga yoqimli taom bo'ladi. Masalan, xaladeneka qo'yib qo'yasiz. Tuzlab qo'yasiz. Aynib ketmaslikka sababini qilasiz, pishirasiz, shirin taom. Endi go'shtga noto'g'ri muomala qiling. Optoga tashab qo'ying. Pasharaga qo'yib qo'ying. Nima bo'ladi? Sizni kasal qilib, ehtimol o'lishingizga sabab bo'ladigan narsaga aylanib qoladi. Insonning xohish isteklari ham shunaqa. Muboh halol yo'l bilan qilsangiz, huzur topasiz, aks holda zarar tortasiz. La yastabil khabithu wat tayyibu walau a'jabaka kathratul khabith. Mana ko'pchilik qilyapti, hamma qilyapti degan gap bor. Alloh taolo aytadi, garchi nopok narsaning ko'pligi sizni qiziqtirsa ham, nopok narsa pok narsaga barobar bo'lmas. Harom narsalarni ko'pchilik qilayotganligi shu narsani halol qilib qo'ymaydi. Riboga pul olayotganlar ko'payib ketgan bo'lsa, hamma olyapti-yu degan fikr kallangizga kelgan bo'lsa, hamma qilayotgan bo'lsa, bu narsa halol bo'lib qolmaydi. Tushunarlimi? Haromni ko'pchilik qilayotganligi va haromni ko'payib ketganligi uni halol qilib qo'ymaydi. Alloh taolo aytadi. Astagfirullah. Va in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Yer yuzidagi kimsalarning juda ko'plariga itoat qiladigan bo'lsanglar, sizlarni Alloh yo'lidan nima qiladi? Ozdirib qo'yadi. Qilaversin. O'sha harom ishni ixtiyor qilib qilayotgan qilaversin. Qishloqda hamma qilayotgan bo'lsin, shaharda hamma qilayotgan bo'lsin, sen ko'pchilik bilan bo'lma. Ozchilik bo'lsa ham mo'minlar bilan birga bo'l. Ozchilik bo'lsa ham mustaqim bandalar bilan birga bo'l. Ozchilik bo'lsa ham Allohning chegaralarida to'xtaydigan bandalar bilan bo'l. Garchi nopok narsaning ko'pligi sizni qiziqtirsa ham, nopok narsa pok narsaga barobar bo'lmas. Pokiza, rostgo'y, kamtar ishonchli inson. Rost gapiradi, muomala qilsa omonatdor, o'zini shahvatini jilovlab olgan, harom narsalarga kirmaydi. Mana shunday odamlar bilan birga bo'l. Robbimiz subhanahu va taolo marhamat qilyapti. Astagfirullah. Ma kana Allohu liyadhara al-mu'minina ala ma antum alayh hatta yamiza al-khabitha min at-tayyibi. Alloh mu'minlarni sizlar bo'lgan mana shu holatda tashlab qo'yuvchi emas. Sinamasdan kim haqiqiy mu'min, kim munofiq ajratib olmasdan turib tashlab qo'ymaydi. Hali u Alloh nopokni pokdan ajratadi. Inson dunyoda xohlagan gapini gapirsin, o'zini falonchiman deb da'vo qilsin. Nima qilsa qilsin, bir kun keladi Alloh taolo bu insonni haqiqatini albatta ochib beradi. Bu narsani o'zini zimmasiga olgan. Bandani shunday bir sinov sharoitli holatlarga tushirib qo'yadiki, shunda inson o'zini ichida nima bor ekanligini o'zi bildirib qo'yadi. Mana shu narsa sinov deyiladi. Mana shunday bir holatga solib qo'yadiki, sen kimligini odamlar ko'rishadi. Masalan, 1-2 so'm pul masalasiga duch kelasanda, shunda o'zingni asl basharangni ko'rsatib qo'yasan. Ungacha assalomu alaykum va alaykum assalom illo billah vallohi tallohi chiroyli gaplar. Endi 3-4 chaqaga kelgan paytda shunda inson o'zini kimligini ko'rsatib qo'yadi. Jahli chiqadi, baqir-chaqir qiladi.
Shuning uchun Umar ibn Xattob roziyallohu anhu falonchini taniysanmi deb bir odamdan so'raganida, ha u undoq odam, bundoq odam deb maqtab ketadi. To'xta. Sen qo'shni bo'lganmisan u bilan? Ha, yo'q. Safarga chiqqanmisan? Yo'q. Pul muomala qilganmisan? Yo'q. Unda jim o'tir. Sen uni tanimaysan deydi. Mana shu uchala holatda inson bilinadi kimligi. Alloh taolo aytadi: "Va inna kunna la mubtalin." Albatta biz imtihon qilguvchidirmiz. Demak, inson bolasi borki, u imtihonga duch keladi. Mana shu imtihonlardan uni pokligi yoki nopokligi aniq bo'ladi. Astagfirullah. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna va hum la yuftanun. Nima? Odamlar iymon keltirdik deb qo'yish bilanla shunday holiga tashlab qo'yiladi deb o'ylashadimi? Yo'q, Alloh taolo aytadi, iymon keltirdik deyishlari bilangina imtihon qilinmagan hollarida o'z holiga tashlab qo'yishini o'ylaydilarmi? Yo'q, ularning ichida haqiqiy iymon egalarini, sodiqlarini, kazzoblarni ajratishlik uchun Alloh albatta sinovga uchratadi. Chunki Alloh taolo pokdan nopokni ajratadi. Bo'yloq yigit uylanmasdan turib, onasiga yaxshi xizmat qiladi, yaxshi muomala qiladi. Onajon deydi, uylansam kelinim sizni xizmatkoringiz bo'ladi deydi. Chiroyli va'dalarni beradi, uylanadi. Vaqt o'tadi. Vaqt o'tgandan keyin ko'rinadi bu bolaning kimligi. Xotin birinchi o'ringa chiqib qoladimi yoki ona qoladimi o'zini o'rnida? Ha, o'sha xotiniga moyil bo'lib, onasini injiqligini ko'tara olmasdan, xotini gapiga kirib, onasini dilini ortishni boshlagan payt aytamiz. Ha, o'g'il bola, qani avvalgi gaplaringiz? Mana ustingizga sinov keluvdi, o'ta olmay qoldingiz. Demak, kimligingizni mana shu sinov ko'rsatib berdi. Mana shu sinovlar, imtihonlar insonlarni poklarini nopoklardan ajratadi. Tilla taqinchoqlar bor, probalari bor. Nechi bo'ladi probalari? 385. Teorat tilla olmaganmisizlar? 583. Ha? 750, 875, 49. Nima degani bu? 100 gramlik taqinchoq bo'lsa, 583 proba degani 58,3 grammi sof tilla, qolgani shu mis, kumush yoki boshqa shunaqa bir metallar. 49 degani sof tilla degani. Ana shu tilla taqinchoqning ichidagi sof tillarni ajratishlik uchun o'tga soladi, kislotaga soladi, qaynatadi, kuydiradi, qarabsizki sof tilla qoladi. Ana shu qaynashdan, kuyishdan, sinovdan o'tmagan metallar kuyib ketadi. Xuddi shunga o'xshagandek, inson bolasini ham Alloh taolo pokizasini nopokidan ajratishlik uchun imtihon sinovlarga soladi. O'tgani o'tadi, qolgani qoladi. Shuning uchun ro'parangizda turgan odam bir qarasangiz 4 ta 5 ta odam turibdi, bir xilga o'xshab ko'rinaveradi. Lekin shu sinovlarda, imtihonlarda ine bilinadi. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna va hum la yuftanun. Odamlar iymon keltirdik deyishlari bilangina imtihon qilinmagan hollarida o'z holiga tashlab qo'yishini o'yladilarmi? Demak, Alloh taolo sinaydi insonlarni, ularni poklarini nopoklaridan ajratishligi uchun. Pokiza yerlar bo'ladi. Pokiza shaharlar bo'ladi. Qanaqa bo'ladi bunaqa pokiza shahar? Baldatun tayyibatun. Pokiza shaharning belgisi qanday bo'ladi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Iza kana umaraukum khiyarukum." Agar oranglarda eng yaxshilaringlar amirlar bo'lsa, amirlaringlar eng yaxshi odamlaringlar bo'lsa, va aghniyaukum sumahakum, boylaringlar saxovatli bo'lsa, va umurukum shura baynakum, ishinglar o'zaro maslahat bilan bitadigan bo'lsa, sizlar uchun yerni usti yaxshi deganlar. Demak, pokiza shahar qanaqa shahar bo'lar ekan? Amirlari yaxshi inson bo'lsa, boylari saxovatli bo'lsa, shu shahar egalarini, shu shahar ahlining ishlari o'zaro maslahat bilan bo'ladigan bo'lsa. Demak, pokiza shaharning belgisi mana shu. Pokiza so'zlar bo'ladi, pokiza amallar bo'ladi. Birodarlar, kasb-kor ham pokiza bo'ladi. Ya'ni bir tijoratki, u tijorat Alloh belgilagan doiraning ichida. Shariat doirasidan tashqariga chiqmaydi. Yana shunaqa ishlar ham bor, shariatga tushmaydi. Do'konda harom ichimliklar, harom matohlar,
tungi klublar va hokazolar. Bunaqa yo'l bilan topilgan mol pokiza mol deyilmaydi. Bunaqa topilgan pulda ehsoni ham qabul bo'lmaydi. Chunki innalloha toyyibun la yaqbalu illa toyyiba. Chunki Alloh taolo pokiza zot va faqatgina pokiza narsani qabul qiladi. Demak, pokiza shahar, pokiza kasb, pokiza so'z va habis so'z. So'zlar ham pokiza bo'ladi yoki habis bo'ladi. Robbimiz subhanahu va taolo mana shu pokiza so'zni misolini shunday keltirdi. Astagfirullah. Alam taro kayfa daraballohu matalan kalimatan tayyibatin ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun va faruha fis sama. Alloh yaxshi so'zga qanday misol keltirganini ko'rgin. U so'z xuddi bir asl daraxtga o'xshaydiki, uning ildizi mahkam o'rnashgan, shoxlari esa osmonda bo'lib, Parvardigorining izni irodasi bilan mudom meva berur. Demak, pokiza inson mana shunday bir daraxtga o'xshaydiki, mustahkam yerga joylashgan, shoxlari osmongacha yetgan. Sizga aytgan bir og'iz pokiza so'zingiz bir insonni tavbaga yurishiga sabab bo'lishi mumkin. Gunohdan tiyilishiga sabab bo'lishi mumkin. Robbisiga qaytishiga sabab bo'lishi mumkin. Mana shu kalima eng pokiza kalima bo'ladi. Chunki payg'ambarimiz aytadilar, banda Alloh rozi bo'ladigan so'zlardan bir so'zni aytadi-da, parvo qilmaydi hali gapiga. Qo'y, bu Allohga yoqmaydi bu gaping. Oningga bunaqa muomala qilma. Bu tijorating yaxshi emas deb turib shunday gapirib qo'yadi. Alloh rozi bo'ladigan so'z. Lekin shunday aytib qo'ydi. Va mana shu gapi bilan Alloh taolo bu bandani darajasini ko'tarib qo'yadi. Endi habis so'zga misol. Va innal abda la yatakallamu bi kalimatin min sahatillah. Allohni norozi qiladigan bir gapni gapiradi bir odam, parvo qilmaydi. Bo'pti, endi keyin o'qirsan. Bo'pti, endi hammasini qozoq qilib bir o'qib qo'yarsan. Endi saratonda issiq bo'lib ketdi ro'za, keyin tutib qo'yarsan. Bu Allohni norozi qiladigan habis so'zidir. Lekin shunday aytib qo'ydi. Bizdan ham o'tib qoladi shunaqa narsa. Bo'pti, endi taqvoyingiz qo'zib ketmasin, endi bo'pti, keyin qilasiz endi. O'tadi. Mana shu gapi bilan Alloh uni shu kalimasi uchun nima qiladi? Jahannamga ravona qiladi. Shuning uchun og'zimizdan chiqayotgan so'zga hushyor bo'laylik. U yo habis so'z bo'ladi, yo pok so'z bo'ladi. Pokiza shahar, pokiza amal, pokiza kasb-kor, pokiza so'z. Alloh taolo hadis qudsida marhamat qiladi. Uhibbu thalathan va hubbi thalathin ashad. 3 xil odamni yaxshi ko'raman. Mana shu 3 xil odam ichida yana 3 tasini ko'proq yaxshi ko'raman. Kimlar? Uhibbu to'yin, itoatkorlarni yaxshi ko'raman. Va hubbi lishabit to'y ashad. Endi mana shu itoatkorlarning ichidagi yosh yigitlar bo'lsa, yoshlar bo'lsa ko'proq yaxshi ko'raman. Uhibbul kurama, saxovatli insonlarni yaxshi ko'raman. Endi mana shu saxovatli insonlarning ichida faqir bo'lib turib saxovat ko'rsatayotgan bo'lsa, buni ko'proq yaxshi ko'raman. Uhibbul mutavodiyin, kamtar insonlarni yaxshi ko'raman. Endi kamtar insonlardan ko'proq kimni yaxshi ko'raman? Boy bo'lib turib kamtar bo'lgan insonlarni. Alloh taolo aytadi, 3 kishini yomon ko'raman. Ularning orasidan yana 3 tasini ko'proq yomon ko'raman. Osiylarni yomon ko'raman. Osiylarning ichida osiy qariyani, oqsoqolni yomon ko'raman. Qari bo'lib turib ham gunohdan to'xtamayotgan odam. Mutakabbirlarni yomon ko'raman. Endi mutakabbirlarning ichidan ko'proq kim yomon ko'radi? Kambag'al bo'lib turib mutakabbirni. Baxillarni yomon ko'raman. Baxillarning ichida esa ko'proq boylarini yomon ko'raman. Boy yana baxil. Oxiratdagi qiyomat kunidagi pokiza narsalar. Va masakina tayyibatin fi jannati adn. Va abadiy jannatlardagi pokiza maskanlarga kiritadi Alloh taolo. Mana Alloh taoloning zoti pok, ism sifatlari pok, fe'llari pok. Allohu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Allohdan o'zga iloh yo'q, uning go'zal ismlari bor. Alloh taolo yaratishida pok, ism sifatida pok, zotida pok. Mana endi at-toyyib, pok kalimasining so'zining ma'nolaridan. Innalloha toyyibun. Albatta Alloh taolo pokdir. Ya'ni muqaddas, quddusdir. Ayb va nuqsonlardan
kamchiliklardan xoli. Alloh taoloni yakkalaydigan muvahhidlarning hayoti pokiza bo'ladi. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh degan chin ixlosli, taqvoli mo'minning hayoti pok bo'ladi. Pok hayot degandachi, biz faqatgina shu dunyoviy maishati keng, qo'lida dunyosi katta, sog'lom, dunyoda bironta bir muammosi yo'q odamni tushunmaylik. Inson kambag'al bo'lib turib ham pok hayot kechirishi mumkin. Inson qo'li kalta bo'lib turib ham pok hayot kechirishi mumkin. Va aksincha, dunyoning hamma qulayliklari o'zini qo'lida bo'lib turib ham nopok kun kechirayotganlar bo'ladi. Alloh taolo aytadi: Istaydu billah, man amila solihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Qarang-da oyat ajibligini. Erkakmi yo ayolmi, kimda kim mo'min bo'lgan holida biron yaxshi amal qilsa, mo'min va solih amal qiladi. Mo'min va solih amal qiladi. Nima bor bunga? Bas unga pokiza hayot ato eturmiz va ularni o'zlari qilib o'tgan amallaridan chiroyliroq ajr savoblar bilan mukofotlaymiz. Sizni hayotingiz pokiza bo'lishi uchun ikkita narsa kerak bo'lyapti. Haqiqiy iymon va solih amal. Haqiqiy iymoningiz bo'lsa, solih amalingiz bo'lsa, Robbis subhanahu va taolo sizni hayotingizni qanaqa hayot deyapti? Sizni hayotingizni pokiza hayot deyapti. Lekin taassuf bizga g'arbdan, sharqdan kelib qolgan, dinimizga umuman teskari bo'lgan tushunchalar kallalarimizni egallab qolgan. Kim zo'r yashayapti? Boy zo'r yashayapti. Kim yomon yashayapti? Kambag'al yomon yashayapti. Shunaqa-da, to'g'rimi? Bizni bu eshitgan ma'ruzalarimiz, o'qiyotgan ilmlarimiz, birodarlar, shu ikkita narsamizni tuzatish kerak. O'lchov tushunchalarimizni, hayotga qarayotgandagi tasavvurlarimizni, o'lchovlarimizni tuzatib olsak, biz mo'minligimiz uchun, solih amalimiz borligi uchun hammamizning hayotimiz zo'r. Faqat qaysi tomonga qarashni bilmayapmiz-da. Pokiza hayotning sharti ikkita bo'ldi. Iymon, solih amal. Iymoningiz qanchalar kuchli bo'lsa, hayotingiz shunga yarasha pok bo'ladi. Solih amallaringiz qancha ko'p bo'lsa, hayotingizni pokizaligi shunga yarasha bo'ladi. Dunyoga bog'liq bo'lmaydi. Alloh taolaning go'zal ismlaridan At-Toyyib. Zakoti berilgan mol pokiza bo'ladi. Mana zakot degan ibodat bor, birodarlar. Zakot degan so'z bitta ma'nosi poklanish, bittasi unib o'sish. Qarang-da, sizni topayotgan pulingizga to'g'ridan to'g'ri aloqasi bor ikkita so'z. Unib o'sish va poklanish. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Innalloha lam yafriz az-zakata illa liyutayyiba ma baqiya min amwalikum." Mana nima uchun zakot farz qilindi? Payg'ambarimiz aytibdilar: albatta Alloh taolo mollaringizdan qolganini poklashlik uchungina zakotni farz qildi. Zakotdan maqsad nima ekan? Poklash ekan. Zakot ado qilingan mol poklanadi, barakali bo'ladi, unib o'sadi. Alloh uni saqlaydi, talofatdan asraydi. Tushunarlimi? Qarab tursangiz, bir odam lopota boyib ketdi 5 yilda, 6 yilda. Birdaniga ko'rinib ketdi. Keyin birdan yo'q bo'lib ketdi. Surishtirib qarang-da. Bu musibatmi? Musibat. Alloh taolo aytgan: "Ma asobakum min musiba." Nima musibat yetsa, pulni ketishi ham musibatda, to'g'rimi? Bu o'zingizlar qilgan ish tufayli yetadi, deyapti. Yaxshilab surishtirib qarasa, shu odam puldan ajrashishligiga sabablari bor. Yo haromdan boshlagan, yo harom tijorat qilgan, yoki halol topgan bo'lsa ham zakot sadaqasini bermagan. Hadisda aytilyapti-ku, Alloh sizlarni pulinglarni poklashligi uchun, asrashligi uchun deyapti. Zakotni farz qildi. Eskidan ota-bobosi boy bo'lib kelgan odamlarni qarasanglar, zakotni doim berib kelganda. Tushunarlimi? Zakoti berilgan pul pok bo'ladi. Zakoti berilgan pulni Alloh saqlaydi, talofatdan asraydi. Shuning uchun zakotni, birodarlar, berishga haris bo'laylik. Xo'p, ba'zida zakot so'rab shunaqa bir masalalar bilan kelib qoladi. Mana bo'lsa-chi, unda ham beramanmi? Mana bo'lsa-chi, unda ham beramanmi? Ha, bermaysiz deyishingizni xohlaydi. Birodar, siz teskari yondoshing bu ishga. Mana qilsam ham beramanmi? Unmayotgan qarzlarga qana qilamiz? Unga ham beraveramiz.
Anaqa bir ukamiz aytuvdi. Shu zakot haqida ozgina bir ilmga ega bo'lgandan keyin hisoblab qarasa, do'konidagi ozgina molini zakot yetib qopti nisobi. Beribdi. Keyingilar aytayapti. Zakot bergandan keyin farqini bildim tijoratimda deyapti. Xullas, zakoti berilgan pul pok bo'ladi. Xuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum. Ey Muhammad alayhisalom, siz ularning mollaridan bir qismini o'zlarini poklab tozalaydigan sadaqa sifatida oling. Demak, sadaqa beriladi, zakot beriladi, mol pokiza bo'ladi. Sadaqa boyni baxillikdan poklaydi, tozalaydi. Baxillik, mumsiklik qalbdagi kasalliklardan bo'ladi, birodarlar. Qorason kasali insonni jasadini halok qilgandek, baxillik ham insonni qalbini halok qiladi. Hayotda eng katta pushaymonga uchragan odam kim bilasizmi? Boy holida o'lish uchun kambag'al bo'lib yashagan odam. Eng pushaymoni katta bo'lgan odam kim? Boy holda o'lish uchun kambag'al bo'lib yashagan odam. Bunaqa baxil odam puli ko'p, kambag'aldaqa yashaydi. Birovga bermaydi, foydasi tegmaydi. Agar bunaqa odam kasal bo'lib qolsa-chi, doktor kelib, "Kasalingiz og'ir emas. Hech narsa emas" desa, yonidaglarga yoqmaydi bunaqa diagnoz. Chunki pul uni qo'lda turibdi-da, o'lganda qolardi bularga. Aksincha, saxovatli odam kasal bo'lib, og'rib qolsa, odamlar duo qiladi haqiga. Bunaqa odam uzoq yashash kerak. Shuning uchun birodarlar, zakot boylikni, ya'ni zakot degan, sadaqa degan ibodat boyni qalbini baxillikdan poklaydi. Faqirlarni esa qalbini gina kuduratdan, hasaddan poklaydi. Demak, zakot, sadaqa boyni ham poklayapti. Kimi? Kambag'alni ham poklayapti. Zakot, sadaqa qo'lingizdagi dunyoyingizda boshqa odamlarning haqqini qolib ketishdan saqlaydi. Chunki birodar, o'g'irlangan, tosh bilan solingan uy bir kun vayron bo'ladi. O'g'irlangan, nohaq mol bilan qurilgan uy, unda barakot, xotirjamlik bo'lmaydi. Albatta Alloh taolo mollaringizdan qolganini poklashini uchungina zakotni farz qildi. Alloh pok zot, sen ham mana shu pokligidan o'zingga ulush olishing kerak. Bu Asmaul Husno darslarimizda maqsad shu. Alloh taoloning Ar-Rahim ekanligini eshitdingizmi? Rahimli bo'ling. Alloh taoloning Al-Jawad, saxovatli ekanligini eshitdingizmi? Ulush oling, saxiy bo'ling. Alloh taoloning G'ofur, kechiruvchi ekanligini eshitdingizmi? G'ofur sifatidan o'ziga ulush oling, nasib oling. Bu darslarda maqsad shu. Robbimning shunaqa sifatlari bor ekan, shu sifatlardan men o'zimni bezayman, o'zimni ziynatlayman deb niyat qiling. Alloh taolo ato qilsa dahshatga solib qo'yadi, agar olib qo'ysa ham dahshatga solib qo'yadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man tasaddaqa bi adli tamrin." Kim yarimta xurmo sadaqa qilsa, yoki bitta xurmo sadaqa qilsa, min kasbin toyibin, pokiza kasbidan. Shart shu. Sadaqa qildingiz, ozmi ko'pmi muhim emas, qildingiz, faqat bitta sharti pokiza bo'lsin bu topgan pulingiz. Nima bo'ladi? Wala yaqbalullohu illa toyiban. Alloh faqat pokiza narsani qabul qiladi. Va innalloha yataqabbaluha bi yaminihi. Alloh taolo uni o'ng qo'li bilan qabul qiladi, summa yurabbiha. So'ngra uni nima qiladi? So'ngra sizlardan biringizni o'zining toychog'ini tarbiyalagandek, uning egasiga tog'dek bo'lgunicha tarbiyalab ko'paytirib beradi. Toychog'ni olib tarbiyalab katta ot qilasizmi? Halol puldan sarflagan ozgina ihsoningizni Alloh taolo qabul qiladi, tog'dek kattaytirib beradi. Faqat nimadan bo'lsin bu pul? Pokiza bo'lsin. Ya'ni hech kim o'zini qilayotgan ishini nopok demaydi, bilasizlarmi? Hamma o'zini qilayotgan tijoratini pok deb biladi. Lekin yaxshilab surishtirib qarasa, o'zini sohasida pok ish qilyaptimi, nopok ish qilyaptimi o'zi biladi. Masalan, hunar egasi bo'lsa, ovqat qilayotgan bo'lsa, o'sha qilayotgan ovqatiga hamma narsa normada solyaptimi? Yoki ustalar, addelchilar, svarchilar, qo'yingki ustalar, o'zingizning ishingizni qayerda kamchilik, qayerda tekis bo'lyapti, bilasizda. Sizga komissiyani keragi yo'q. To'g'rimi?
Yoshlar bilmaysizlar, kattalar biladi buni. Falon pullik qimmat shokolad qanti taroziga qo'yayotganda qog'ozni kattaroq o'rardi. Taroziga qo'yib keyin qanti tortardi. Bilmaysizlar buni sizlar. Qaranglarda nima bo'ldi shular oxiri. Bizchi inson zoti shoshqalog'imizda 5 yil, 10 yil zo'r yashaganini ko'ryapmiz. Zo'r mashina, zo'r imorat, kayf, safo, huzur, halovat. Oxirgi seriyasini ham qarab qo'ylar o serialni. Siz 35-seriyasini ko'ryapsiz. Zo'r. 70 seriyada bu kino, bu odamning hayoti. 70-seriyasini qarangda nima bo'ldi oxiri. Tillarda doston bo'lib ketdi odamlar. O'sha qalay bilan tirikchilik qilgan odamlar. Lekin esdan chiqarib qo'yaveramizda, birodarlar. Agar mabodo kimida shunaqa tirikchiligi bo'lib, shunaqa ishlarni qilgan bo'lsa, istig'forat tavba qilib qolsin. O'sha haromdan topgan pullari bo'lsa, sadaqa qilib tarqatib olsin, toki qiyomat yetkazsa yukomasin. Ma'qulmi? Maqsadchi boy yashash emas, yigitlar. Maqsad puldor bo'lib zo'r, maqsad bu emas. Maqsad Allohning roziligi. Sen maqsadni Allohning roziligi deb yashaginda, u sen aytayotgan dunyo shunday oqib kelaveradi, chunki Alloh berishni boshlaganda dahshatga solib qo'yadi. Endi olib qo'yishni xohlasang dahshatga solib qo'yadi. Ey mu'minlar, sizlarga alamli azobdan najot beradigan bir tijoratni ko'rsataymi deyapti Alloh taolo. O'sha tijorat mana budir. Alloh va uning payg'ambariga iymon keltirasizlar, Alloh yo'lida mol va jonlaringiz bilan jihad qilasizlar. Mana shu agar bilsangizlar, o'zlaringiz uchun eng yaxshidir. Shuncha birodarlar, ishlarda oqibatiga qaraladi. Yoshligimda bergan mehnatni, qariganda bergan rohatni. Inson dunyoda nima deb yashagan bo'lsa, o'layotganda shu narsamda bo'ladi. Bir birodarimiz, imom birodarimiz mahallasida o'sha ixtizor holatida yotgan odamni oldiga kiradi, Yosin o'qib qo'ying deydi. Yosin o'qiyapman deydi, hali odam yotibdi, ko'zi yumuq deydi. Yosin o'qiyapman, cho'ntagini kavlab, ol, ol. Men Yosin o'qiyapman, o'lish arafasida turgan odam ishi shu deydi. So'ramaysizlarmi nima ish qilgan bu odam? Qimorvoz bo'lgan. Ko'ring, nimani ustida yashagan bo'lsa, shuni ustida o'ldi. Shu bilan o'lib ketdi, deyapti. Bittasini qop-qora bo'lib ketganligini aytgandi shu og'aynamiz. Ko'mirda qorayib ketibdi deydi. Aroqxo'r edi. Tinmay aroq ichardi. Shuncha birodarlar, pokiza hayot ikkita narsa bilan bo'ladi. Haqiqiy iymon bilan, solih amal bilan. Tavba qilgan itoatlik banda pokiza bo'ladi. Yana bir narsa, sen banda Alloh bilan kelishib olsang, tavba qilsang, iqbol qilsang, uni amrini tatbiq qilsang, qaytargan ishlardan qaytib, buyurilganlarni bajarsang, albatta pok inson bo'lasan. Qiyomat bo'ldi, hisob-kitob tugadi, jannatilar jannatga qarab olib ketilinyapti. Astagfirullah. Wasiqal ladina taqaw robbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum. Pokiza bo'ldilar, pok bo'ldilar. Parvardigorlardan qo'rqqan zotlar esa to'p holda jannatga haydaladilar. To qachon ular darvozalari ochilgan holdagi jannatga yetib kelganlarida va uning qo'riqchilari farishtalar sizlarga tinchlik, omonlik bo'lsin, pokiza bo'ldinglar, xush kelibsizlar deydi. Kimlarga aytayapti buni? Pokiza bo'lgan insonlarga. Iymoni bor, solih amali bor, pokiza insonlarga. Seni Allohni taniganliging, itoatida turganliging, iqbol qilganliging, solih amallaring natijasida sen pok bo'lding. Mana farishtalar senga pok bo'ldinglar, xush kelibsizlar deydi. Tibutum fadkhuluha xolidin. Sizlar pokiza edinglar, endi bu jannatga abadiy holda kiringlar. Birodar, Alloh haqidagi yaxshi gumonda, yaxshi o'yda bo'lishingning mukofoti jannat bo'ladi. Alloh taolo aytadi: "Valillahil asmaul husna fad'uhu biha." Alloh taoloning go'zal ismlari bor, bas Allohga ana shu go'zal ismlari bilan duo qilinglar. Mana duo qilinglar degan so'zni ko'rib chiqamiz.
Birinchi ma'nosi. Faraz qiling, ishlaringiz og'ir, tirikchiligingiz qiyin bo'lib ketdi, qarzga botib ketdingiz. Qo'yingki, maishatingiz, tirikchiligingiz og'irlashib ketdi. Bir qadrdon og'ayningiz bo'lar edi, ancha bo'lib ketdi. U bilan muomala qilmaganingizga, uni holidan xabaringiz yo'q. Bir so'rab surishtirsangiz, bo'lib ketibdi bizning tilda. Ishlari yurishi boy badavlat bo'lib ketibdi. Endi u odam o'sha qo'lida dunyosi bo'lmaganda ham ochiq saxovatli odam edi. Qo'li ochiq saxovatli odam edi. Endi u haqida ikkita ma'lumotga ega bo'ldingiz. Boyib ketibdi va saxovatli edi. U odam haqida topgan ikkita ma'lumotingiz shu odamdan oldiga borib yordam so'rashligingizga undaydi. Chunki boy va saxovatli edi. Agar shuni bilmasangiz, tanimasangiz, boramidingiz? Bormas edingiz. Endi siz Robbingizni taniysizmi? Robbingiz rahmati, avfi, sizga bo'lgan muhabbati, hikmatidan xabaringiz bormi? Allohning go'zal ismlaridan, oliy sifatlaridan xabaringiz bormi? Agar xabaringiz bo'lsa, Allohdan boshqaga muhtoj bo'lmaysiz. Allohdan boshqaga dardingizni aytmaysiz. Odamlardan behojat bo'lasiz. Endi siz Allohni taniy olmayotganligingiz uchun Allohga suyana olmayapsiz, Allohdan talab darajasida so'ra olmayapsiz. Bir olim Masjidul Haramda turar ekan, o'sha davrning xalifalardan biri ko'rib, unga bir izzat ikrom ko'rsatmoqchi bo'lib, hojatlaringiz bo'lsa menga ayting dedi. Haramda turibdi, olimdan xalifa so'rayapti. Hojatingiz bo'lsa aytasizmi menga? Olim bu xalifaga qarab turib, vallohi Allohning uyida turib, undan boshqasiga hojatim aytgani hayo qilaman deyapti. Tushunyapsizmi? Allohni taniydi-da bu olim. Naq va'da berib turgan xalifa turibdi, Robbisining uyida turibdi. Qaysinisini tanlayapti? Biz qaysinisini tanlaymiz? Alloh taolo aytadi: "Ey odam bolasi, albatta sen menga duo qilsang, mendan umid qilsang, senda har qancha xatolar bor bo'lsa ham mag'firat qilaman, parvo qilmayman. Ey odam bolasi, agar sening gunohlaring osmonga yetib qolsa, so'ng menga istig'for aytsang, seni mag'firat qilaman, parvo qilmayman. Ey odam bolasi, agar sen mening huzurimga yer qobig'i to'la xatolar bilan kelsang-u, lekin menga biron narsani shirk keltirmagan holda kelgan bo'lsang, seni oldinga yer qobig'i to'la mag'firatim bilan kelaman." Biz shunaqa Robbimizni taniymizmi? Shunday sifatlaridan xabarimiz bormi? Agar tanisak, bilsak, bizni qalblarimiz pokiza bo'lmay iloji yo'q. Allohning o'ziga yana yolvoramiz. Har bir narsani Allohdan so'raymiz. Birodarlar, tuz tugab qoldimi uyda? Allohdan so'rang. Oyoq kiyimingiz ip uzilib ketdimi? Allohdan so'rang. Yolg'iz Allohdan so'rang, chunki so'rashning o'zi nima? Ibodat. Allohni tanisang, ism sifatlarini bilsang, yolg'iz o'ziga bog'lanasan, yolg'iz o'ziga umid qilasan, shunda pokiza bo'ladi qalbing. Shunda izzat nafsing baland bo'ladi, qadring baland bo'ladi. Biroq qo'rqsa qo'rqmaysan, biroq va'da bersa xursand bo'lib ketmaysan, biroq tushkunlikka tushirmoqchi bo'lsa qo'rqib bo'lib ketmaysan. Kim aytgani bo'ladi? Alloh aytgani bo'ladi. Ya'ni Robbisini tanigan odamgina Allohga suyanishni biladi. Robbisini ism sifatlarini bilgan odamgina Allohga haqiqiy tavakkul qila oladi. Endi haqiqiy tavakkul qilgan bandan Alloh hech qachon xor qilib qo'ymaydi. Bizni mana shu hayotda bo'layotgan muammolarimizdan bitta bir noziga aytildi shu darsda, nima u muammo desa, o'zimizga o'xshagan odamga suyanib qo'yamiz ekan. O'zimizga o'xshagan odamga ishonib qo'yamiz ekan, shuning uchun tavakkulimiz o'tmay qo'yar ekan. Allohga bo'lgan iymoning bilan o'zingni aziz bilgan holingda, Allohning oldida o'zingni hokimsizlar tutgan holingda so'ra, taqdiringdan oshiqchasi bo'lmaydi. Mo'min kishi o'zini xor qilishi mumkin emas. Chunki mo'minning sharafi qiyomul layl bilan, mo'minning azizligi odamlardan behojatligi bilan. Sen nima uchun azizsan? Nima uchun sen 200lamachilik qilmaysan? Chunki Allohni taniysan. Sen nimaga o'zingni xor qilib qo'ymaysan? Chunki sen Allohni taniysan. Shuning uchun birodar, o'zingdan so'ra. Allohni tanidingmi? Rahmatini bildingmi? Adolatini, lutfini, senga bo'lgan muhabbatini bildingmi? Da'vatini tushundingmi?
Agar bularni bilgan bo'lsang, boshqalardan behojat bo'lasan. Agar Allohni tanigan bo'lsang, unga iqbol qilasan. Agar uni tanigan bo'lsang, istig'for etasan. Agar uni tanigan bo'lsang, unga tavba qilasan. Agar uni tanigan bo'lsang, suyanasan. Agar uni tanigan bo'lsang, mahzun bo'lishing mumkin emas. Agar uni tanigan bo'lsang, baxtli bo'lasan. Chunki qalbida chin iymoni bor odam dunyoda baxtsiz bo'lishi mumkin emas. Har qancha musibat ustingga kelmasin, bu ham o'tib ketadi. Musibating tugamasa sen tugaysan, sen ketasan. Allohning huzuriga borasan. Sening iymoning bor. Haqiqiy iymoni bor odam dunyoda mahzun bo'lishi, baxtsiz bo'lishi mumkin emas, birodarlar. Bir yosh yigit harbiy xizmatga bordi. 1 oy 2 oy xizmat qilgandan keyin otasi general. Shu harbiy qismning generali. Endi serjant unga do'q bo'lsa qilyapti, qo'rqityapti. Endi shu bola o'tirib olib yig'ilab, xavotirga tushdi aqldanmi? Agar qo'rqib xavotir olayotgan bo'lsa, bitta serjantdan, demak otasini tanimas ekan kimligini. Chunki harbiy qismni kattasi kim edi? Shu generalmi, shuni otasimidi? Demak otasini tanimabdi bu odam. Seni birov qo'rqitsa qo'rqma. Birov va'da bersa ishonvorma. Birov tushkunlikka tushsa qo'rqib ketma. Chunki bu olam kim qo'lida? Allohni tanigan odam birovdan qo'rqmaydi, birovdan umid qilmaydi. Kim aytgani bo'ladi? Kim aytgani bo'lyapti? Qo'rqmang birodar, xotirjam bo'ling. Dada, tuya 1 tanga bo'pti, bitta tilla tangaga tuya berar ekan desa, bolam qani shu tanga deyapti. Yo'qda. Oradan 1 yil o'tdi, dada, mana endi tuya 100 tanga bo'pti desa, mana tanga o'lim deyapti. Ya'ni 1 yildan keyin tuya minish yozilgan, 1000 tanga bo'lsa ham minasiz. 1 yil yo'qmi minishingiz? Minmaysiz. Ma'qulmi? Kim aytgani bo'ladi? Hasan Basriydan so'rashdi. Bunaqa bir martaba maqomga qanday erishdingiz? 2 ta narsa bilan deb javob berdi Hasan Basriy. Odamlarning dunyolaridan behojat bo'ldim. Odamlar mening ilmimga muhtoj bo'lishdi. Basra ahlidan so'rashdi. Shaharlardagi eng boy odam kim? Hasan deyishdi, Al-Basriy rahimahulloh. Nimasi bilan boy deganida, uning ilmiga hamma muhtoj, lekin u hech kimga muhtoj emas dedi. Uni azizligi iymoni bilan. Birodarlar, oxir zamonga kelib amirlar, mansabdorlar olimlarning ilmiga muhtoj bo'lmay qo'yishadi. Vaholanki ana shu amirlar olimlardagi bu ilmga muhtoj edi. Shu bilan birodarlar, millatlar, xalqlar, ummatlar tubanlikka yuz tutadi. Abbosiylarning ulug' xalifalaridan bo'lgan Ja'far al-Mansur. Mana Abu Hanifa rahmatullohi alayhi davridagi xalifalardan. Xalifa Abu Hanifaga aytayapti. Bizni ziyorat qiling. Huzurimizga tashrif buyuring. Imom nima deb javob berdi? Nima uchun sizlarni ziyorat qilishim kerak? Sizlarda meni hojatim yo'q. Sizlarda faqat sizlarda ehtiyoji bo'lgan odamlar ziyorat qilishadi. Agar siz menga ikrom ko'rsatsangiz, meni fitnaga solib qo'ygan bo'lasiz. Agar oldingizga borganimda meni o'zingizdan uzoqlashtirsangiz, meni xorlagan bo'lasiz dedi. Avvalgi davrda amirlarni, sultonlarning eshigini tagiga bormagan olimlar. O'shuning uchun aziz bo'lgan. O'shuning uchun gapi o'tgan. Keyingi davrlarda bu narsalar ozayib ketdi. Shuning uchun olimlarni ilmini haybati pasayib ketdi. Shuning uchun Allohga muhtoj bo'l birodar. Agar Allohni taniydigan bo'lsang, hech kimdan qo'rqmaysan. Hud alayhisalom qavmi tahdid qilishganda nima dedi? Fakiduni jami'an. Men da'vat yetkizdim, Allohga tavakkal qildim, endi qo'lingizdan kelgan ishni qilinglar. Hud alayhisalomning azizligi Robbisiga bo'lgan iymoni bilan, tavakkul bilan edi. Alloh taologa duo qilinglarning ikkinchi ma'nosi. Hadiya har qanday odamning qalbiga yo'l ochadi. Rasululloh aytganlar, tahaddu tahabbu. Hadiya vasila, hadiya vosita. Alloh taoloning ismlaridan o'zingga ulush olib, o'zingni Allohni rozi qiladigan huquq bilan ziynatlaydigan bo'lsang, Alloh taolo seni albatta mukofotlaydi. Rasululloh aytadilar, rahimli insonlarga Rahmon rahim qiladi. Yerdagilarga rahim qilinglar, sizlarga osmondagi zot rahim qiladi. Rahimli bo'ling, hadiya qiling, rahimni Alloh tomonidan hadiya olasiz.
Alloh taolo latif, muloyim bo'lgan zot. Latiflikni, muloyimlikni hadiya qiling odamlarga, Alloh tomonidan mana shu latiflikni olasiz. Alloh taolo adolatli zot. Odamlarga adolatni hadiya qiling, Alloh tomonidan adolatni olasiz. Agar biz Allohni tanisak, duo qilamiz, duo qilsak, ijobat qilishdan umid qilamiz, umid qilsak, Allohga yaqin bo'lamiz. Demak, ikkinchi ma'nosi shu. Alloh taoloning go'zal ismlaridan o'zimizga ulush nasib olishligimiz kerak. Alloh taoloning pok, at-toyib ismini dars qilyapmiz. Pokiza ayol bo'ladi. Bu Alloh taoloning katta marhamati. Rasul aytganlar, dunyo o'zi matoh. Dunyo o'zi matoh, lekin shu matohning ichidagi eng afzali solih ayol degan. Pokiza taom. Pokiza taom bu qimmat bo'lganligi uchun, tansiq, antiqa taom bo'lganligi uchun emas pokiza. U pokiza pul bilan, halol kasb bilan topilganligi uchun pokiza. Ey Sa'd, luqmangizni pok qiling, duoingiz mustajob bandalardan bo'lasiz. Birodarlar, hammamiz imkoniyatimizda bor bu narsa. Qilayotgan kasb-korimiz, tijoratimiz pok bo'lsa, Robbimiz pok zot. Poklikni yaxshi ko'radi. Bunaqa odamning qilgan duosi ijobat. Pok uy. Qanaqa bo'ladi pok uy? Gunoh ma'siyatlarga yo'l yo'q bu uyga. Eshigi yopiq. Alloh norozi bo'ladigan ishlar yo'q. Bu uyda haromiyatlar bo'lmaydi. Pok do'st. Pok do'st qanaqa bo'ladi? Seni savobli ishlarni qilishingga doim ko'mak beradi. Munkardan qaytaradi, yaxshilikka buyuradi. Biz birodarlar fitnalar davrida yashayapmiz. Robbana la taj'alna fitnatan lil ladina kafaru. Parvardigor bizlarni mana shu kofir bo'lgan kimsalarga aldanuvchi qilib qo'ymagin. Musulmon odam kofirlar tomonidan keladigan fitnaga aldanuvchi bo'lish kerak emas. Aksincha shu kofirlarni fitnaga uchratish kerak. Bu nima degani? Bu nima degani? Qanaqa qilib uni fitnaga uchratasan? Sen kalima keltirgan musulmonsan. O'zingni musulmonligini da'vo qilyapsan, ammo hayoting diningga muvofiq emas. Shariat doirasidan chiqib ketgansan. Ishingga vijdon yondashmaysan, eplamachisan, va'dangda turmaysan, yolg'on gapirasan. Buni ko'rgan kofir nima deydi? Nima deydi? Men haqman deydi. Mana shu ishlarni men qilmayman deydi. Va'dasida turadi u. Ishini professionalni bajaradi. Ahdiga vafo qiladi. Sen qilmayapsan deydi-da, siz diningizga amal qilmaganligi uchun sizni diningizda fitnaga solib qo'yadi. Shuning uchun sizlar musulmonlar orqada qolib ketdinglar deydi. Agar unaqa bo'lmaganinglarda peshqadam bo'lardinglar deydi. Shu bilan iymoni zaif bo'lgan, dinini yaxshi bilmagan odamni ular fitnaga solib qo'yadi. Shuning uchun o'zingiz diningizga amal qilmasdan turib, uni tutgan yo'lini noto'g'ri ekanligini qanday berishingiz mumkin?